Assalamu alaikum. Dünyanın her kaç yerlerdeki vatandaşlar, Uygur qarindoshlar. Abdurjan qarindishimiz bugun 2 yildan buyon davomlashtirib kelayotgan namoyishni chayni zo'ri sababli 2 oy to'xtab qolgan. Shu munosabat bilan bugun 7-oyning 28 kuni yakshanba kuni qalblik holatda namoyishni boshlab oldi. Allah razı olsun qarindishimizdan. So your family maybe died. Look at this.